Xullas, men hozir Sankt-Peterburg shahrida va Petergov degan shaharchadaman va bu yerga nima kelganimni hozir sizlarga tushuntirib beraman. Xullas, qisqa qilib aytganda, bu shaharga kelishimning asosiy maqsad sizlarga Peterburgni vizitочный kartochkasini ko'rsatish. Любой Peterburgga kelgan inson birinchi bo'lib Fontana degan joyga keladi. Va bu tushunishinglar uchun eng ko'p turist yig'adigan joy shu Fontana hisoblanadi. Sizlarga hozir bir bosdan aytib beraman. Bir bosdan bilak. Ko'pchilik bilmasa kerak va men ma'lumot qilib aytib o'tmoqchiman. Men bu yerda restoran bor va men o'sha yerda bitta shefdan ovqat qilishni o'rganyapman. Xullas, gazeta bir 2 soatlab unaqa o'rgatadi nima qilishni va gazeta 2 soat praktika, undan tashqari qolaman, ishlayman. Plus dengi и o'rgatyapti. Bilmayman nimaga, menga ovqat qilish juda ham yoqadi va men o'ylayman, что har bir достойный mushina ovqat qilishni bilish kerak. Va menga bu как hobby ham yoqadi. И плюс с этого можно заработать. Вот. И xullas, hozir soat 8:50, Fontan 9 da ochiladi. Men bu yarim soat ertaroq keldim. O'quvchi va ishchi propuska bilan kirdim. No, boshqa odamlar bu yerda yo'q. Потому что turistlar ertalab почти kelishmaydi, tем более yomg'irda hech kim kelmaydi. Agar kelsanglar, sizlarga maslahatim, yomg'ir bo'lgan kunni tanlaylar va ertalab kelinglar. Потому что ertalab odam почти bo'lmaydi, tем более yomg'irda. Va bemalol o'zingizlar aylansanglar bo'ladi. Bu Petergov parkini xaritasi bo'ladi va biz sizlar bilan именно shu joydan aylanishni boshlaymiz. Uychaga baho beringlar. Uycha, bu ham kстати telladan qilingan. Hozir rekonstruksiyaga tushgan bu joy. Ya atrof полностью hovuz. Bitta mashinadan o'tsa bo'ladi. Bu hozir yopiq, buni sizlarga ko'rsataman qanaqa qilgan. O'zgacha vibe-ne? Mana bu yerda hovuz, bu uy и 2-3 ta qadam tashiydi zaliv. Просто go'zalligi bor, bilmayman. Shu uyda turarmi deylar, yo'qmi, kommentariyada yozib yuboringlar, просто qiziq menga. Bu yerdan chiqib esa men Dvorets Mariya degan joyga bordim. To'g'risini aytsam, lekin juda ham chiroyli joy ekan. Umrimda bunaqasini ko'rmaganman. Xullas, mana bu yerda tili yurg'izilgan fontan. И просто mana qaranglar, katta basseyn. Va mana bu uycha. Qanaqa vibe. Mana qaranglar. Hozir men sizlarga basseynni yaqinroqdan ko'rsataman. O'zingizlar ham kelib ko'ringlar, потому что bunaqa chiroy kelish uchun stoyib. Tushunishinglar uchun bu fontan har bir zolotoy detallariga tilla yurg'izilgan ekan. И tepadan shu 3 ta sherdan suv chiqadi. Hozir bilmayman nimaga bu. Qancha уже yonish kerak. Va men bu vibe-ga qaranglar. Просто go'zallik. Mana bu haykal turishini qaranglar. Просто o'zgacha vibe. To'g'risini aytsam, даже ozgina qo'rqaman na samom деле. Mana bunaqa katta daraxtlarda olmaxonlar yugurib yuradi. Men hozir просто yomg'irligi uchun, скорее всего, ular chiqmasa kerak. No, o'zgacha vibe. Просто кайф. Sizlarga aytib o'taman, bu pametnik. Pametnik o'zbekchada nima bo'ladi bilmayman, to'g'risi kommentariyada yozib yuboringlar. Knyazning ayoli bor. Knyaz bu типа что-то вроде qurol sifati, no quroldan sal pastroq bo'ladi, takoy rayonning egasi deylik. Xullas, shu rayonning egasini xotinini chesti uchun, типа xotinini yibbamas qanaqa ko'ringan va shu qo'rqonman to'g'risi. Короче, shu uchun типа qurilgan ikkita skameyka. Bu yerga вообще kirish mumkin emas, запретda turadi bu joy. И вот yozib qo'yibdi, kстати. Еще Telegram kanalimga qo'yaman. Juda chiroyli. Обязательно отдельно baho berib ketinglar. Ammo qaranglar, bushkalar, sherlar mana bu ikkita. Har bitta yibbaladan anaqa suv oqyapti просто. Va shunchaki tasavvur qilib ko'ringlar, shu joy hamma shu joyning kattaligi bitta odamga tegishli bo'lgan va o'sha knyazga va o'sha knyaz uchun mana shu fontanlar har kun ishlagan. Tipa masshtab tushunyapsizlarmi? Bu yerda hech qanaqa turist, hech qanaqa современность, yangiliklar bo'lmagan. Faqatgina fontanlar va knyazning uyi. Hozir sizlarga knyazning uyini ko'rsataman. Mehmonlar kelardi va mashinadan o'tishgan. Mana orqamdagi qasrga kirishgan. Bu
слишком katta masshtab bor. U просто kamera buni sizlarga aytib bera olmaydi. Biror kun kelinglar, обязательно kelinglar va ko'ringlar. Juda ham chiroyli shahar. Shahar, блядь, lokatsiya. Aytdim, turistlar ko'payib ketadi deb, уже ozgina turistlar borishdi. Asosda rasmga tushyapti. Xullas yomg'ir to'xtadi va mana shu paromda odamlar kelib, mana turistlar sekin o'tishyapti. Hozir bularga milliard dollardan mashdan bilet sotishadi. Lekin paromga qaranglar. Просто o'zgacha vibe. И mashdan такой suzib kelsa bo'ladi. Mana buni qaranglar. Kimdir kemachada nima bo'lgan. O, kстати, mana yana anaqa kelyapti. Qayiq. Chiroyliligini qaranglar. O, sekin suvga такой sho'ng'otdi. Boya baland suzib kelyapti. Обязательно keyingi videoda mana shu kemachaga chiqib, полностью либо городga, lибо Kronstadtga boramiz. Kronstadt tushunishinglar uchun bu suv ustida qurilgan orol va o'sha orolda odamlar yashaydi tushunishinglar uchun. Prям katta, juda ham katta orol. Va mana shu tipa kemacha olib borar ekan. Bu yerda ближайший resort 11 da ekan. Narxlari такой 1,5 ming rubl atrof. 1,5 ming bu Ermitajga, 900 rubl bu Kronstadtga. 1,5 ming rubl mana shu narxlari bo'ladi. Hammasini qimmat arzon yozinglar o'zinglar. Xullas, men hozir uchun suvenir oldim. Bu yerda Aloe Parusa degan событие bo'ladi. Esdan tushib ketdi sizlarga aytish. Обязательно sizlarga uni ko'rsataman. Bu suvenirni O'zbekistonga qaytganimda sizlarga Telegram kanalimda разыграть qilib boraman. Ну, реально типа chiroyli. Men без рофла aytayapman. Narxi, kстати, 600 rubl. 600 rubl shu yerda bo'ladi. Necha pul so'mda? Qimmat yo'q, yozinglar o'zinglar. No, реально chiroyli подарок. Типа прям такой esdalik chiroyli. Va xullas, va nihoyat o'sha legendarniy fontanlarni oldiga keldim. Va fontanlarga ketayotganimda yo'lda olmaxon ko'rib qoldim. Xullas, va nihoyat men o'sha fontanlarga yetib keldim. Tilladan yasalgan, полностью tilladan yasalgan dunyodagi eng katta fontanlar. Tasavvur qilsanglar. That's a crystal. 52 нам. 8-1-2. Ау. Sizlarga boya aytganimdek, bu hammasi bitta insonga tegishli bo'lgan, ya'ni knyazga. Va tasavvur qilinglar, masshtab shunaqa katta uyda nima qilgan u brat, tipa, мне это лично интересно, да, типа, нахуй такой огромный дворец. O'ylaylar, очередь chiqaringlar. O'sha zonasidan chiqib ketgan. Короче, men ko'p kutgim kelmayapti. Вообще в целом kutish yoqtirmayman. Muzeyda, наверное, прикольные narsalar bo'lsa kerak, но men bundan avvalroq muzeyga boramiz. Поэтому нахуй надо, да, типа, реально не хочу ждать. Вообще kutgim kelmayapti. Но такой прикольненький joy ekan. Menimcha muzeyning ichida juda ham ko'p chiroyli narsalar bo'lgan bo'lsa kerak. Hali ham bordir, но bunaqa очередь men kutgim kelmayapti, to'g'risi. Поэтому boshqa safar qachondir очередь вообще bo'lmasa, odam kam bo'lganda kiramiz. Но скорее всего naqon bo'lmaydi. Xullas, fontaniga shunaqa такой mini vlog bo'ldi. Надеюсь, sizlarga yoqdi degan umiddaman. Просто qaranglar, juda ko'p odam. Bu ito hali yomg'ir yog'gani, ertalabligi uchun bu kam. Mashina полный to'lib ketadi tushunishinglar uchun. Va xullas, shu ko'rgan bo'lsanglar, katta rahmat. Надеюсь, sizlarga vlog yoqdi. Keyingi videoda обязательно o'sha suzadigonga chiqamiz. И Ermitajga qarab boramiz, короче. Let's go, charchamanglar. Falk Snow.